Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Boytaqlıq yapma. 30 yaş kiribmi xotlanmagan boytaqlıq yapma. Ma qizlar uy yo'qken, puli yo'qken, mashinasi yo'qken deb tegmaydigan devatgan boytaqlıq yapma. Siz nima ish qilyapsizlar? Dadam öyap burdu, apam öyap burdu, atanam mashina berdi demay, tirishinglar. Tirishmasanlar qiz vallahi tegmaydi. Bu qiz vallalarning hammasi cho'qib sizning uyingni bor bo'lsa, mashinangni olmasa tegmaydi emas. Sizning tirishmayotganligingni qarab umidsizlanib tegmayotdi qiz vallahi. Bechora qiz vallahi o'tirib qilyapti hozir iPaddan bo'lib. Mashina. Qiz vallahi nayt to'g'ri mushqininglar. Uying bo'lmasa, mashinang olmasa tegmaymadinglar. Ma guylar ota-onasi pul berib to'yg'izib qo'ygan. Ota-onasi mashina berib, "Voy bolam biz bor. Voy bechora bolam, voy jinim bolam, siz bir tallan bolam sen degan mening. Nima desang shuni qilib berma" deb ota-onasi ko'ndirib qo'ygan. Ma taychaqlar ajda tirishmay, yanchiqida pul qamıslam, dodo pul berib, apa pul berib deb kunab qolgan bolalar muhabbatlarini aldab, biz pul topimiz deb og'zida quruq gap qilgan bilan bekor. Amaliyotda kunligiga masalan 50 ko'p pul topsanglar tirishayotganingni qiz do'stinglarga ko'rstinglar. O qizlarmi qilishlar to'xta bu tirishchan ma'vaman bir kuni pul topalaydi hozir uy bo'lmagan bilan mashina bo'lmagan bilan ma'noq tegsam bo'ladi ekan deb anondekin sizlarga tegdi. Tirishmay o'zinglar. Da o'tirilib dodam berdi, opam berdi. Tabaliq daldirimdak. 4 yil uy tutimiz. 2 kuni tug'sa 2 bola varaqchilik uyni boshdan og'ritgan ekan dadam bilan opam o'zgidilam. Uyni berdi, ya berdi bizga degandek gaplarni anglasa qizlarni qilib qo'shaqmaydi. Qizlar sizlarmi tirishayotgan bolalar bo'lsa, asirmay teginglar. Bugun tapmiz, as tapidi, at tapmiz, at tapidi. Ammo bir kun tapidi ular. Onga qayoqqa mangishingni bilmay yursang, qizval tegmaydi desang ham men sana. Yo bu davomli tirishinglar qabul juma mashki kuyni afirib bozorga qattiq pul topib qilsangiz. Erkek